Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Michael va men bugun juda ham xursandman, sababi men hozirgina o'zimda yangi moslamamni tugatdim va men uni sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Demak, boshladik. U moslama shunaqa moslamaki, u sizda PvP da ustun jihatdir. Ya'ni do'stlaringiz bilan PvP qilasiz va ular ko'p bo'lsa, siz shu moslama bilan ularga yordamchi kuch olishingiz mumkin. Ancha ajoyib, demak. Boshladik. Yaxshilab ko'rsataman. Bu yerda spawner bor. Va uni tagida xullas mana shunaqa iplar. Bu iplar mana bu yerda redstone beradi. Redstone desa, ya'ni bu yerda komparator suv qo'yadi va u yerda nima chiqishini sizlarga aytmayman. Bu sir. Demak, hozir sinab ko'ramiz. Xullas, men hozir shu o'yin rejimini peacefuldan easy o'tkazganimda u ishga tushadi. Bu moslama ishga tushadi. Demak, boshladik. Bu yerni yo'q qo'yish. Demak, boshlaymizmi? 3 2 1. Bu mana do'stlar, mana ishladi. Bu sizda PvP kattagina kuch qo'shadi, anchagina katta. Ya'ni aytib beraman. Bu zombilar spawn bo'ladi va o'sha ipga bosadi. U ip bunday qiladi. U ip to'g'ri redstone ga signal beradi va redstone unga dispenserga olib boradi. Dispenserning ichiga suv turadi. U yerda bitta platformaga itlar o'ttirib turgan bo'ladi va o'ttirib turgandan keyin dispenser suv quyadi va itlar turib qoladi. Itlar turgandan keyin ular sizni qidiradi va oldingizga teleport bo'ladi va bu sizning PvP'da yaxshigina ustun jihat bo'lishi mumkin. Chunki bu doim siz bilan. Men tushundingiz, to'g'rimi? Bunday bo'lsa bitta like va obuna, iltimos.